mayli degan güzel değil. Assalomu alaykum, Mas'ud Jamol Tashabbik qilsara, hammaga xayrli kechdi qilamiz. Shuni to'zdirib bittasi bir Alloh hammaydi Murodjon tavallud kunlariga kirmasa bo'lmaydigan holat. Bilasizmi kimlar? Inilari bor, yaqinlari bor, qo'noqlari bor. Shularga ishonadilar, shularga so'radilar, singillari ham bor. Biz judayam baxtlimiz, opamiz bor, akamiz bor deb turishibdi. Xudo xolisa, opajonlarning ko'rsatamiz. Qo'llab turasizlar, deb kuzatib turasizlar. Like bosib qo'yish, esdan chiqmasligi uchun Alloh hammaylar faol sizlar bilamiz. Bemalol turtaqni kirib, o'ynashinglar mumkin, kulishinglar mumkin. Kim o'tsa va like'larni bosib qo'yishinglar mumkin. Ketdi kundan oladiganmizlar. Singiljonim. Aslzoda tortlari, aslzoda tortlari, aslzoda tortlari, aslzoda tortlari. Barchangizni shod qilar aslzoda tortlari. Mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Hammani kayfiyati yo'q, nima endi? Yaxshimi? Cholinglar qarzi bo'lmasa. Omon bo'linglar ilahim. Qarzi cholgan qo'linglar hech qachon dard ko'rmasin. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz onajonlarimiz, bir-biridan go'zal latofatli opajonlarimiz bugun juda ham chiroyli shodiyona opajonimizlarni tavallud ayyomi kunlariga tashrif buyurganimizdan biz Aslzoda jamoasi bag'oyatda minnatdormiz. Ilohim opajonimiz umrlari uzoq, tan jonlari sog' bo'lsin. Yana keyingi kunlarda shunaqangi chiroyli kunlarni, shunaqangi chiroyli davrlarni barcha yaqinlar bilan birgalikda Ka'batullohlarda ya Rasululloh, la ilaha illalloh sendan shuni so'ragan edik, sendan shuni tilagan edik. Mana shu yo'lga takror kelib labbayga bizga ham nasib qildi deb shunaqa chiroyli kunlarni ana shu yo'lda ham nishonli yurishlarini erib kelgandan iltijo so'rab qolardik. Bugun kunni tashkil qilib, ozgina biz ham kayfiyat qo'shilamizmi? Opajonimiz bizdan xursand bo'ladilar, baxtimizga doimo omon bo'lsinlar, hech qachon ko'z tegmasin. Shunaqangi yaqinligimizga ko'z tegmasin. Bizga shunaqa chiroyli tabriklar bergan, chiroyli mehrlarni ulashgan otamizni, onajonimiz, tanijonlari sog' bo'lsin. Baxtimizga doimo shunaqa chiroyli kunlarimiz erkadosh bo'lib turishlikdan hech ham charchashmasin. 155, 165 yoshga kirganlarda ham biz farzandlarga shunaqa suyanch bo'lib tursa bo'ldi deb astoydil bel bog'lagan jigarlaringiz bor, inalaringiz bor. O'sha nomlardan kelyapmiz. Qarziy bo'lsa bobo. Ilohim bor bo'lsin, sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Ilohim bunaqa chiroyli kunlarni ko'p yillar davomida guvohi bo'lsin. Shunaqa aqilliklaringga hech qachon ko'z tegmasin. Men tepamizdan chiqib turgan quyosh ham bejizga emas ekanda, albatta bu quyosh ham bir-biringizga qizdirib turdi. Ilohim abadiy bo'lsin, hech qachon sizlarga ko'z tegmasin. Bugun juda ham chiroyli shodiyona Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan opajonimiz uchun qalbimizdan muborakbod etamiz. Deydilar, o'tkinchi dunyosi bir kam, o'tkinchi dunyoda chekmang g'amanam. Yaqinlar baxtiga sog' bo'ling hardam, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Boringizga shukr opajon degan do'stlarimiz bor. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where.
I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up. Nurganlar ma'lum qilar, ta'rifin dunyo bilar, tahrikni yomon qilar azimzoda to'rtlari. Otasini e'zozlar, onasini e'zozlar, to'rtlariga ham oxayin chalinadi kuyzorlar. Aziz va mehribon onajonlarimiz, otajonlarimiz yonimizda borliklarini qadriga yetaylik. Ularga bo'lgan mehrimizni fursat bo'lishi bilan darrov dadaylik deyishgan. Tug'ilgan kuni bo'ladigan opajonimiz qaysi kunlarning o'zi? Sizmi? Keling, bitta savolimiz bor sizga. Birlari onangiz, to'g'rimi? Gulli tomonga oling, nari tomonga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz, kayfiyatga qarang. Yaxshi. Kimdir xafa qildimi sizni? Yo'q. Nega qilyapsiz uni? Yaxshimi, hammasi joyidami? Bitta qarzingiz olamiz opajonimizdagi. Bir savolim bor-da sizga. Qaysi birlarini ko'proq yaxshi ko'rasiz? Otammi yoki onammi? Hammalari. Ko'proq yaxshi ko'radiganingiz, ko'proq aytadiganingiz bor-da, onajon, otajon dediganingiz bor. Qaysi birlari? Ikkovlarini ham yaxshi ko'raman. Hech aytganmiz yaxshi ko'rishingizni? Yo'q. Endi aytmoqchiman. Bugun aytamiz. Bugun qanaqa qilib aytamiz? Bilasizmi? Poylarga tiz cho'kib aytamiz. Chunki jannat onalar oyog'i ostida. Bu otalar, bu onalar bizni hech kimdan kam qilishmadi. O'zlari yemasa ham yedirishdi, o'zlari kiymasa ham yedirishdi. Chiroyli go'shanganaga kelin qilishdi. Qolaversa, bironta kamimiz bo'lsa, bir pasda pensiyadan ham to'ldirishdi. Omon bo'linglar. Biz farzandlarni baxtiga sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Biz sizlar bilan faxrlanamiz. Yaxshi ham sizlarning borliginglar, yaxshi ham sizlardek otamiz, sizlardek onamiz borligi. Chunki sizlarni taqdiridan chiqayotgan qovur bizni har balodan, har narsadan o'zi asraydi. Vaqtimizga sizlarga ko'z tegmasin. Bugun poylarga tiz cho'kib aytamiz. Qo'ldan keladimi? Onajon, otajon, men sizlarni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Hojilarga hojatini bo'lib yurish. Ikkala onamga ham, ikkala otamga ham nasib qilsin. Ular qatorida bizga ham borishlik nasib qilsin. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning suri, o'zimni jonim onajonim onam, mehribonim onam, duogo'yim mo'nisam, jannatimsiz onam. Onajonim onam, mehribonim onam, duogo'yim mo'nisam, jannatimsiz onam. Fazli xumorim, mening qalbi gulzorim, Xudo bergan tumorim, o'zimni jonim onam. Uyim fazli xumorim, mening qalbi gulzorim, Xudo bergan tumorim, o'zimni jonim onam. Mehri buloq soyligim, hamma vaqt har kimga ham nasib qilavermaydi. Sizlarning borliginglar biz uchun sharaf, biz uchun shon. Sizlarni poylarga borishlikdan biz hech ham tortmaymiz. Chunki jannat ko'zimizdan ko'rib turamiz, bormasmi deylik. Omon bo'linglar vaqtimizga. Sizlarga ko'z tegmasin. Sizlarga hech qasda so'zga. Opajonimiz tabriklashlik uchun so'z navbatini otam bilan onajonimdan boshlasak, ularning ham qalblaridagi sehrli so'zlariga bugun barchamiz guvohlik qilamiz degan aytamiz. Olqishlar bilan qadimiy mikrofon qarshisiga chorlab qolamiz. Otamizdan birgalikda keling o'tirsin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalomu alaykum. Shu xonadonga yig'ilibsizlar. Mana shu kelinim emas, qizim. Qizimni bugun yosh qo'shiladigan ekan. Allohim bolalariga bosh bo'lsin. Xudoyo o'g'lim bilan qo'sha qarisinlar. O'g'lim safardalar. Allohim o'shalarning nomidan ham, o'g'limning nomidan ham bu qizimga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelajakda bolalarini o'qitib, hoji ona, hoji ota bo'lib, umrimizni bosishlikni Allohdan so'rab qolaman. Hamisha yurgan yo'llari baxtli, saodatli bo'lsin. Shu har kuni ko'rgan kunlari shunaqa kunlar bo'lsin. Hammamizni Allohim o'sha Allohning o'yiga borishlikni Alloh nasib aylasin. Sizlarning ham tenjonlaringiz sog' bo'lsin. Shu qizimni yo'qlab kelibsizlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, rizqlaringiz baland bo'lsin. Hammaniga omadinglarni bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Qo'ni qo'shnilar, mana aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Mana bugun kelinim xonadonida, qizim xonadonida mana tug'ilgan kun ekan. Tanjoni sog' bo'lsinmi, qizimmi? Bolalariga bosh bo'lsin. Mana bolalari hammalari shu uylarda yayrab, yashnab, sog' salomat yurishaversin. Sizlar ham tanjoninglar sog' bo'lsin. Umrimizga, rizqimizga doim barakasini bersin Parvardigor. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, qo'ni qo'shnilar. Mana bugun qizimizni xonadoniga tug'ilgan kunlari bilan munosabati bilan kelgan ekansizlar. Sizlarga ham rahmat, tanjoningiz sog' bo'lsin. Qizim qo'shganima qo'sha qarisin. O'g'il qizlarini oyda baxtini, taxtini ko'rsin Parvardigoriga. Uylariga bosh bo'lib, ega bo'lib, ikkovlari tinch, omon, sog' salomat yashab yurishini Allohdan so'rab qolaman. Umrlari uzoq bo'lsin. Shu jo'natgan sürpriz qilgan o'g'illarim ham tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Er xotin hammalari qo'sha qarib hojilarga borishga Alloh nasib aylasin. O'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin, qolganlar salomat qilsin. Xush kelibsizlar, rahmat. Yashaylarmi? O'shanaqangi motabar On another love, all my tears being used all on another love, all my tears have been used all on another love, all my tears have been used all. agar hozir bularga so'z navbatini bermasam, ketishingizni o'ylang deyapti. Nimaga desam, armaturani ko'rdingizmi? Shu armaturani yo'lingiz so'z olamiz. Chunki bugun onajonimizni bo'lgan kunlar biz ham dilimizdan aytamiz deydi. To'g'rimi? Keling buyruq endi, kelinglar. Tomonga o'taylik. Bo'pti, polvon. Ismingiz nima? Muhammad Ali. Necha yosh? 5 yosh. 105 mi? Yo'q, 5. 105 man deng. Sizchi? Mubina. Necha yosh? 11. Kim tug'ilgan kuningiz bugun? Onamni. Boshdan. Aldayapsiz? Yo'q. Nima qiladingiz u? Aldiganingiz bilinib qoldi. Sizchi? Xurshida bor. Xurshida Bonu. Kim tug'ilgan kuni bugun? Xolam. Kerak emas ekan unda. Xolasini yaxshi ko'rgandan kelganda omon bo'lsa, bugun aytamiz. Bugun qanaqa qilib aytamiz? Qanaqa qilib isbotlaymiz onamizni yaxshi ko'rishimizni? Maktabga ketayotganingizda pul beradilarmi? Nima deb olasiz? Maktabda ishlataman, bering. Maktabda ishlataman, bering desangiz, senga pulni beradilarmi? Nima qilasan dedilar. Onajonim, sizni yaxshi ko'raman. Siz bizni qirolichamiz. Sizga ko'z tegmas, sizdan olaman, ona deb aytasizmi? Bugun aytamiz yaxshi ko'rishimizni. Hech aytganmiz o'zi? Yo'q. Endi har kuni aytilib turib, onajon sizni yaxshi ko'raman deb mahkam ariza bosgan. Kelishdingmi? Sizchi? Aytasizmi? Kim tug'ilgan kuningiz bugun? Hammamni. Ay, mana deysiz. Hammasidan bor ekan, amma, xola, tog'a, jiyan, begonalar ham bormi? Yo'q. Yo'qmi? Endi yaxshi ko'raman deychi? Sizni yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Onajon. Xolajon
baxtimga sog' bo'linsa yaxshi ko'raman. Bilardilar. Meni bilmadi bilib oldi. Qani ketdik ular. Shoshilmasdan yuramiz. Shoshilish. O'zimni jonim olam, mehri buloq soyligim, ikki dunyo boyligim, duogo'y chiroyligim. O'zimni jonim olam, onajonim onam, mehribonim onam, duogo'yim, munisam, jannatimsiz onam. Onajonim onam, mehribonim onam, duogo'yim, munisam, jannatimsiz onam. Baxtimizga onajonlarimizga hech qachon ko'z tegmasin. Sizlar yaxshi ham borsizlar, yaxshi ham onamiz bor. Sizlarga ko'z tegmasin. Opajonimiz tabriklash uchun so'z navbatini. O'sha yo'l bo'yiga chiqib, kelyapsizlarmi deb turgan opamiz bor. Shularga yuzlanamizda bularni ham qalblaridagi rizqlarga barchamiz bugun guvohlik qilamiz. Keling opajon. Avvalambor assalomu alaykum. Opajonim xonadoniga yig'ilgan mehmonlar mezbonlar. Hammanglar xush kelibsizlar. Sizlarga rahmat, shunchalik chaqirganimiz uchun kelganingizga, ishlaringizga omad. Opajonim baxtli bo'lsin. Yomon ko'rgan kunim mana shunday bo'lsin. Indilarimni ota-onamni baxtiga doim sog'-salomat yurgin. Shunaqa yaxshi kunlarda kelishni nasib qilsa hammamizga ham. Ilohim shunaqa tug'ilgan kunlardan yuztasini ko'rgin. Inoqligimizga ko'z tegmasin. O'lgunimizcha bir-birimizga inoq bo'lib, ota-onamizga mehribon bo'lib yashaylik. Ota-onam ham hojilarga borsin. Ularni ham hojatda bo'lib yurishlarini hammamiz birgalikda ko'rib yuraylik. Hammaga rahmat kelganingiz uchun. Sen joningni sog'lig'ini rahmat deysiz. Men hammadan ko'p yaxshi ko'raman. Onamni ham, opamni ham, inilarimni ham hammasini yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rganda shunaqa surprizlarni qilgim keladi. Tan joni sog' bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Baxtimizga onam o'rnida ona bo'lib yursin ilohim. Rahmat yashaylik. Yelkalab yaxshilagan, boshlarimni silagan, doim baxtim tilagan, o'zimni jonim olam. Yelkalab yaxshilagan, boshlarimni silagan, doim baxtim tilagan, o'zimni jonim olam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam, mehri buloq soyligim, ikki dunyo boyligim, duogo'y chiroyligim, o'zimni jonim oladiga. Qo'shnom, qo'shning yaxshi bo'lsa ham ko'karasan, yomon bo'lsa ham ko'karasan. Qo'shlarimiz bormi? Opajonimiz tabriklaydigan. Bo'lsa bemalol ularga mikrofon qarshisiga kelib, dildagi his-hollarni bugun eshitamiz hammamiz. Opalar o'ynashga tayyorgarlik ko'rib damlanib o'tiribdilar. Safarlarda yurganlarni asragin Alloh, saharlarda turganlarni asragin Alloh. Uyim deb, joyim deb, bolalarim deb
turli safarlarda yurganlarni asragin Alloh. Ilohim, assalomu alaykum mana shu xonadonni mehmonlari, mezbonlari. Men ham qo'shni, ham qarindosh bo'laman. Mana bugun Adib opam ajoyib kechalarida, ya'ni tavallud topgan kunlarda yig'ilib turibmiz. Adib opamga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Har doim mana shunday qarindoshchiligimizga, qo'shnichiligimizga ko'z tegmasin. Tasodifan kirib qoldim. Ilohim, mana bu ikki ota-onangiz hamisha sizni yoningizda, hamma ishlaringizda, yaxshi kunlaringizda yo'ldosh, yelkadosh bo'lib yurishlarini, farzandlaringizni rohatlarini ko'rib, farzandlaringiz doimo sizga rahmat olib beradigan solih-soliha farzand bo'lishlarini va o'zlari orzu qilgandek yaxshi o'qishlarga kirib, yaxshi ishlarga kirib, sizlarni hojilarga, umralarga, katta hajlarga jo'natadigan mehribon, shirin so'z farzand bo'lishlarini tilab qolaman. Turdig'on xolamga ham, Mahamajon tog'amga ham, Nasiba xolam hammalariga yoningizda mana shunday turishganlariga rahmat. Umrlari uzoq, tanijonlari sog' bo'lsin. Xush kelsinlar. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezbonlar va qo'ni-qo'shnilar. Bugun Adib opamning tavallud kunlariga barchalarni yig'ilgan ekanmiz. Men bu fursatdan foydalanib Adib opamga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Ikkala ota-onasiga ham baxt, saodat tilayman. Hamisha shularni baxtiga sog' salomat bo'lsin. Safarda yurgan Bahor akamni ham tanijonlari sog' bo'lsin. Bolalarini baxtiga hamisha yetimichari sog' bo'lsin. Bolalarini baxtiga hamisha o'ynab kulib, yanagi shu mahallarga ham mana shunday turishlik hammamizga nasib aylasin. Xush kelibsizlar. Oilaga bosib ko'rsatdi Ramazonimiz. Yuragi qiynoqligim, vaslingda kuymoqligim nega? Olov bo'ldi muhabbat, ishqimdan ko'chdi rohat, ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Tunlari bedorligim, yuragi qiynoqligim, vaslingda kuymoqligim nega? Olov bo'ldi muhabbat, ishqimdan ko'chdi rohat, ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Nega? Vaslingda kuymoqligim nega? Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Nega? Vaslingda kuymoqligim nega? Aytgin nega? Ko'nglimni bosdi g'aflat nega?
qaytmas onlarim nega kuz keldimi dildorim to'kilmoq bo'ldi borim qisqamading bahorim nega voh pushaymon yillarim imkon bo'lgan kunlarim endi qaytmas onlarim nega nega vaslingda kuymoqligim nega ko'nglimni bosdi g'aflat nega vaslingda kuymoqligim nega aytgin nega ko'nglimni bosdi g'aflat nega yoshim 50 qoralab sochimga oq oralab ko'ngil hali sen talab ayt nega dardlarim egib boshim poyingga to'kar yoshim jimsan sirdosh yorim nega voh pushaymon yillarim imkon bo'lgan kunlarim endi qaytmas onlarim nega vaslingda kuymoqligim nega mahallamning boymizi osmonimning yulduzi xafa bo'lma uchrashgani borolmayman kunduzi ko'chang to'la sovchilar sovchi emas ovchilar meni qanday yigitligim hali bilmabdi ular hech bir oshiq yurakni ayro qo'ymasin sevgimizga qarshilar to'yda o'ynasin eshik oshiq moshig'i g'ichirlaydi yo tunda oshiq moshiqlar pichirlaydi yo sandek qizni ko'nglini ololmasam Majnun og'a meni aslo kechirmaydi yo mahallamning boyqizi hayolimning o'g'risi boray desam qorong'idan qo'rqaman-da to'g'risi qo'yma jonim alamga aylangin yagonamga mehr bilan kulishlaring o'xshaydi-da onamga hech bir oshiq yurakni ayro qo'ymasin sevgimizga qarshilar to'yda o'ynasin eshik oshiq moshig'i g'ichirlaydi yo tunda oshiq moshiqlar pichirlaydi yo sandek qizni ko'nglini ololmasam Majnun og'a meni aslo kechirmaydi yo mahallamning boy qizi orzuyimning yulduzi yor aytib ko'changdan olib ketdima kunduzi yangi hayot boshlanar omad huzur oshnalar yangi kuyov deydi sayay kelin ko'zi yoshlanar hech bir oshiq yurakni ayro qo'ymasin sevgimizga qarshilar to'yda o'ynasin eshik oshiq moshig'i g'ichirlaydi yo tunda oshiq moshiqlar pichirlaydi yo sandek qizni ko'nglini ololmasam Majnun og'a meni aslo kechirmaydi yo Gapiravering.
sog' salomat bo'lavering. Xudo o'shani ko'pini qo'ying. Yine xotin o'ynab kulib yuraylik. Seni sevaman deb qo'ying endi. Ajaga qo'shilasiz, yo'l berasiz. Barchamiz. Onasi seni sevaman deb qo'ying. Onasi sizni yaxshi ko'raman. Otasi yaxshi ko'raman. Eshitdingizmi opa? Omonmisan deylar. Bizga sog' salomat o'ynab kulib yuringlar. Qancha kelar akajonimizga? Musofirda to'g'risi bir tishdan noyish juda ham qiyin-da. Undan topayotgan pul barakali bo'ladi. Doim shunaqa chiroylilarga nasib qilaversin. Mikrofon qo'yamiz, gapiraveramiz. Gapiravering. Aloqa yaxshimiz. Qotib qoldi, uzilib qoldi. Mayli, omon bo'ling. Endi yaqin-yaqin turib olinglar, bundoq. Gapiravering. Jamoat bitta mahkamaga-ku. Assalomu alaykum hammaga. Kelgan mehmonlar uchun opa tug'ilgan kunini tabriklayman. Eshitilyaptimi gaplarim? Butun olamga eshityapti. Allohim eshityaptimi? Eshityapti. Bolalaringni baxtiga, eringni baxtiga uzoq umr ko'rgin. Nimaki niyat qilgan bo'lsang, niyatlaringga yetgan. Seni yaxshi ko'raman. Moshina olaman deyapsan, moshinani olgan. Ota-onamiz baxtiga sog' bo'lgan. Nima aytishim mumkin? Yaxshi ko'raman sizni. Chin qalbimdan aytadigan gaplarim shu, boshqaligi yo'q. Qancha akajonimizga nima bo'ladigan bo'lsa. Omon bo'lsin. Ikki qalbida nimaga go'zal orzu tilagi bo'lsa, yaratganning o'zi shohid. Hammamiz ham tilaklarimizga, hammamiz ham niyatlarimizga yaratganning o'zi yetkazsin. Ilohim o'ylaganlarning oqlari hech qachon dard ko'rmasin. Yanagi yil, yanagi shu kunlarda ham shunaqangi chiroyli kunlarimizda, shunaqangi chiroyli davrlarimizda diydorlashdik. Har qachon har vaqt hammamizga ham ko'p yillar davomida nasib qilsin. Ozgina bizda ham opajonimizga gaplarga qo'shilamizmi? Opajonimiz biz yaqinlaridan, biz jigarlardan xursand bo'ladilar deb astoydil berib olgan. Barcha yaqinlarimizga ham o'zimizga kattakon minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Bugungi kunni asosiy sababchisi opajonimizga tilagimiz shuki, o'zingiz ehtiyot qiling. Bizdan uzoqlashmaysiz. Barchangiz xizmatingizda Asrzoda jamoasi bo'ldingizlar. Omon bo'linglar. Endi bu taqlamiz. Tashrifimiz yoqdimi? Xursand qila oldingmi? Asrzoda to'rtlari desam, zo'r debasizlarmi yo zo'r deysizlarmi? Qani unda bo'ladigan bo'lsa hammamiz birgalikda bir ovozdan. Asrzoda to'rtlari! Asrzoda to'rtlari! Asrzoda to'rtlari! Asrzoda to'rtlari! Asrzoda to'rtlari! Ulardek so'rab qo'ydik-da, omon bo'linglar. Har bir oqshomimiz ham, bizlar ham